Hozir siz bilan pul to'g'risida gaplashmoqchiman. Pul nima degani? Pul u energiya. Siz qanchalik o'zingizga pul energiyasini ruxsat bera olsangiz, shunchalik siz yoningizga keladi. Uydagilarimizni Sovet Soyuzlarida paytlarida katta bo'lishgan. Shuning uchun juda ham ko'p qo'rquv bor pul yo'q bo'lishini. Urushdan qolgan qo'rquv bizaga pokoleniyadan pokoleniyaga o'tib ketgan. Bizani ajdodlar kommunistik partiyalarda o'sishgan. U yerda hech qanaqa din bo'lmagan. Shuning uchun faqat mana ishlaysan, ishga borasan, o'qiysan, mana shunaqasiga hech qanaqa dinsiz katta bo'lishgan. Va biz boshqa hayotda yashayapmiz hozir. Hozir din juda ham rivojlangan. Shuning uchun siz Xudoga ishonsangiz va Xudo sizga juda ham ko'p pul bera oladi. Siz faqat uni xohlashingiz kerak.